Eron va Isroil o'rtasidagi zarbalar almashish jarayonini endi bemalol urush deb atasak bo'ladi. Hech mubolag'asiz ayta olamizki, Eron va Isroil dushmanlik tarixida ilk marta chinakam o'zaro urush holatiga kelishdi. 14-iyunga o'tar kechasi endi Eron Isroilni bombaladi. Quyida shu haqda. Iltimos videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Bu gal vaziyat chindan jiddiyga o'xshamoqda. Eron Isroil hujumidan ko'p o'tmay dushman tomonga yuzlab dron uchirgan, ularning aksari dengizdan turib tutib qolingandi. Biroq bu shunchaki tezkor javob bo'lib, jiddiy rejalashtirilmagani aniq edi. 14-iyunga o'tar kechasi endi Eron Isroil tomon ballistik raketalar uchirdi. Ikkinchi hujum mahalliy vaqt bilan soat 21:00 da boshlandi. Ikki to'lqinli hujum uchun Eron 100 dan ortiq raketalardan foydalandi. Hujum boshlangach, isroilliklarga tezda bomba panalariga yashirinish buyurildi. Bir soatdan keyin u yerlardan chiqishga ruxsat berildi, lekin takroriy hujum xavfi sabab bomba panalardan uzoq